Insonning hayotida eng ulug', eng mo'tabar zotlar bu ota-onadir. Ularning mehr-muhabbati, duosi va oq fotihasi har birimizni ezgulikka boshlaydi. Bugungi rolikda bolalarda ota-onaga hurmat, minnatdorchilik va mehr-oqibat tuyg'ularini shakllantiruvchi ibratli fikrlar bayon etiladi. Har bir bola ertalab uyg'onganida yonida mehribon onasining quvonchli nigohi va otasining tinimsiz mehnati tufayli yaratilgan qulay sharoitni ko'radi. Ammo bu mehnatning qadriga yetish har doim ham oson emas. Bola kundalik hayotda kichik bo'lsa-da ota-onaning harakatini sezishi, qadrlashi va rahmat degan so'zni ayta bilishi muhim. Mehr bu faqat katta ishlarda emas, balki eng oddiy harakatlarda ham namoyon bo'ladi. Masalan, onaga bir stakan suv olib berish, otaga charchab kelganida jilmayib, "Yaxshi keldingizmi?" deb so'rash. Ota-onaga yaxshi muomala qilish bolaga ba'zi fazilatlarni shakllantiradi. Hurmat, mas'uliyat, rahm-shafqat, minnatdorlik, boshqalarga ham mehribon bo'lish. Mehr-oqibatli bola boshqalar bilan muloyim, oilasiga e'tiborli va jamiyatga foydali inson bo'lib ulg'ayadi. Aziz bolajon, oilangizdagi mehr-muhabbatni avaylang.